Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari va hamda chorva ishqibozlari. Bugungi videomiz mayda shox limonlarga qiziqadigan podpischiga, obunachilarimiz orasidan maslahat so'rab video qildim. Xo'sh, maslahat qanaqa, mana kim biladi mayda shox limonlarga nima yetishmasa, mana shunaqangi devorni yeydi bular. Qanaqadir vitamin yetmayaptimi? Mana vitamin yetmagandan bu nimadan bu? Yo o'zi bizni qurgan o'g'ilchamiz bu echkilarimizga tushmayaptimi yo joyi? Nimadan, yo vitamin yetmagandanmi? Bu nimadan bo'lishi mumkin? Agar imkoni bo'lsa, kim men shu savolimga javob bo'lsa, mana qara ko'rishlaringiz mumkin. Kimda javob bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozib ketishlaringizni so'rayman. Hammalaringizdan rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Fikrlaringizni kommentariyaga kutib qolaman.